Assalomu vatandaşlar, aktivlar. Bugungi reyslarimiz Toshkent Yekaterinburg, Toshkent Tyumen, Toshkent Chelyabinsk chiqayotgan reyslarimizni amalga oshirib avtobuslarimiz pasportga turibdi. Yuton orqa avtobuslarimiz Abu Saxiy avtovokzalidan atroflarimiz boshlangan. Haftada 2 marta seshanba va juma kuni 18:00 da atroflarimiz. Salonda ichki holatlarni ko'rsatamiz, bemalol ko'rishingiz mumkin. Aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, mana ichki sharoitlarni ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek ichki sharoitlarimiz, konteynerlarimiz bor, zaryadga qo'yadigan joylarimiz bor. Ruchnoy kladlarimiz bor, 5 kilogacha qo'yishingiz mumkin. Даже sidenlarimiz mana yotib ketadigan sidenlar. Bemalol yotib ketsanglar bo'laveradi, qulayliklarga ega. Ayol kishilarga faqat oldindan joy qilib beramiz, yosh kattalarga. Detskiy biletlarimiz 50% gacha chegirmalari bor. Даже mana televizorlarimiz bor, televizorda qo'yib beramiz, bemalol ko'rib ketishingiz mumkin. Shunaqa sharoitlarda kim ketishi xohlasa, ekranlarga nomlar qo'yib qo'yamiz. Tanlovda adashmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, aziz vatandoshlar, oilaviy ketadiganlar bo'lsa ham mana orqada 4 kishilik, 5 kishilik joylarimiz ham bor. Kimdaki shunday shoshli avtobuslarda ketmoqchi va kelmoqchi bo'lsa, ekrandagi shoshli nomerlarga telefon qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.